Assalomu alaykum, hurmatli Malanda mahallasi tadbirkorlari, fuqarolari, Agrobank tomonidan tadbirkorlar bilan uch tajribasiga asosida doimiy uchrashuvlar o'tkazib kelinmoqda. Bugungi uchrashuvimiz Malanda mahallasida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ushbu uchrashuv o'tkazishdan maqsad tadbirkorlarning doimiy tadbirkorlarning muammo va takliflarini o'rganib olish, muammo va takliflarni o'rganish, ijobiy hal qilish orqali doimiy ish o'rinlarini yaratib olishdan iborat. Bankimiz tomonidan tadbirkorlik subyektlariga bir nechta bank mahsulotlari tavsiya qilinib kelinmoqda. Jumladan Prezidentimizning 312-sonli qaroriga asosan kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash to'g'risida qaror doirasida kreditlar ajratib kelinmoqda. Bu kreditimiz kichik biznes subyektlariga 7 yil muddatga 3 yillik imtiyozli davr bilan, ya'ni 84 oy muddatga 36 oy imtiyozli davr bilan tumanimiz toifasi 400 toifa bo'lgani uchun 20% miqdorida, ayol tadbirkorlik subyekti ayollar bo'ladigan bo'lsa 18% to'lash sharti bilan ajratib kelinmoqda. Undan tashqari bizga biriktirilgan mahallalarda mahalla loyihasi doirasida o'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga biznesga ko'maklashish uchun mahalla loyihasi doirasida 50 milliongacha mikroqarzlar ajratib kelinmoqda. Undan tashqari biznesga ko'mak kredit mahsulotimiz bo'yicha 17 milliongacha bizga biriktirilgan mahallalarda kreditlar ajratilib kelinmoqda.